Menga foyda berayotgan o'sha qahramon tabib aytgan dorilarning retseptini bugun sizlarga berdim. Bozordan arpa, qoqigul tomiri va sachratqin tomirini oldim. Aytganlaridek unaqa qimmat bo'lmas ekan. Qozonchaga murodbaxsh suvlardan 3 litr solamiz. 200 gram, ya'ni 1 piyola arpani solib 1 soat o'rta olovda qaynatamiz. Bu retsept nafaqat jigarga, ichak, oshqozon, o'tqopi muammolarda ham juda ham qo'l kelar ekan. Giyohlarimiz qaynaguncha panslarimizni tozalab olamiz. Men tikiga olgan panslarimni doim akvamarinda tozalab olaman. Ishlatish oson. Kir idish tog'ingiz ustiga akvamarinni solasiz, ustidan qaynab turgan, shaqillab turgan suvni sovorasiz va suvi iliguncha qoldirasiz. Akvamarin eko mahsulot bo'lib, nafaqat idish tovoqlarga, oppoq kiyimlar va rangli kiyimlarga ham mumkin. 1 soat qaynagan arpamiz ustiga 2 qoshiq sachratqin tomirini, 2 qoshiq qoqigul tomirini solib, yana 15 minut qaynatamiz. Tayyor bo'lgan damlamani blenderga solib, yaxshilab maydalab olamiz. Oxirgi ikkita giyoh qo'shgandan keyin 15 minutdan ko'p qaynatmanglar, bo'lmasa shunaqa bo'tqa bo'lib qolar ekan. Men ozgina yana suv solib qaynatib, keyin suzib oldim. Umumiy miqdorda qaynagan suvimiz 1 litr qolsa, shunda giyohlar to'g'ri vaqtda qaynatilgan hisoblanadi. Giyohlarning qaynashini kutib, orada panslarimni top-toza qilib oldim.